Assalomu alaykum hurmatli prezident, assalomu alaykum hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Biz 2016-yilda oktyabr oyida televideniyada munosabat ko'rsatuvini tashkil qilganmiz. Bu O'zbekiston tarixida birinchi televideniya tarixida 2 soatlik to'g'ridan to'g'ri efir bo'lgan ko'rsatuv. O'qituvchilar majburiy mehnatga jalb qilinadimi degan savol tashalgan. Avloningda eslab o'tdingiz, avloniga kelgan turli viloyatlardan kelgan 40 ga yaqin maktab direktori ko'rsatuvda qatnashgan. Quddus Azam savolda o'rtaga tashlaganda 40 ta odamdan birortasi turib, ha bizga majburlashadi degan gapni ayta olmaganda, buni endi o'ziga yarasha sababi bor edi, bosim bor edi, qo'rquv bor edi. Siz qayta ma'ruzalaringizda aytdingizki, jurnalistlar gapiringlar, yozinglar, aytinglar, qo'rqmanglar, orqalaringda men turibman deganingiz bizga quvvat bo'ldi. Mana shu so'zga berilgan erkinlik korrupsiyani ildiziga bolta ura boshladi. Hozir banklar haqida o'zingiz gapirib o'tdingiz. Yaqinda bir tadbirkor do'stim aytib qoldi, viloyatga borsam, kredit olish uchun yo zaring bo'lish kerak edi, yo zo'ring bo'lish kerak edi. Bugun bankirlar yuribdi deydi. Bundan 10 yil oldin birov aytsa, biz ertaga o'ylardik buni. Bugun bankir yuribdi, orqamizdan kelyapti. Hurmatli tadbirkor, sizga qancha kredit kerak? Hurmatli tadbirkor, sizga nima yordam kerak? Bankirlarning o'zlari iltimos qilib kelyapti ortimizdan. Keyin yana bir misolni keltirmoqchiman. Mana yaqindan boshlab pensiya tizimi raqamlashdi. Sizning irodangiz bilan, siz tashabbusingiz mana pensiya tizimida biz endi hech kimning eshigiga ham bormaymiz. Birovga bir narsa uzatmaymiz ham, hujjat ham yig'maymiz. Pensiyaga chiqish yoshi to'g'ri kelganda pensiyaga chiqib ketaveradi. Men Adolat partiyasining vakiliman. Bizning Adolat partiyamizda saylovoldi dasturidagi bosh g'oyamiz, umuman faoliyatimizdagi har bitta g'oyamiz korrupsiyaga qarshi kurashga qaratilgan. Bizning shiorimiz bor, korrupsiyani tag tomiri bilan quritamiz degan. Hamma narsa bosqichma-bosqich. Buni ham ma'ruzangizda aytib o'tdingiz. Masalan, birinchi bosqichda oliy ta'limda hech kim tasavvur qila olmasdi. Butunlay korrupsiyadan xoli tizim bo'ladi degan tasavvur hech kimda yo'q edi. Qilindi, bizning mamlakat qildi, O'zbekiston qildi. Yo bankni hozirgina aytdim, pensiyani aytdim. Bunaqa qancha misollarni keltirish mumkin-da. Biz istasak, biz xohlasak, biz birlashsak, biz bir yoqadan bosh chiqarsak, hamma sohada qo'limizdan keladi. To'g'ri, bugun bo'lmas, ertaga bo'lmas, vaqt kerak bo'lar. Sog'liq saqlashda ham, qurishda ham hamma sohalarda bosqichma-bosqich albatta korrupsiyadan xoli tizimga aylantira olamiz. Shu ma'noda bizning Adolat partiyasi, bizning faollarimiz, 1 million nafardan ortiq a'zomiz bor, xayrixohlarimiz bor, deputatlarimiz o'tiribdi bu yerda, senatorlarimiz bor. Hammamiz bu yo'lda kamar bastamiz va sizni qo'llab-quvvatlaymiz.